ko'tardim dedi. Ko'tarsam onam yig'layapti dedi. Yig'layapti. O'g'lim, uyga tez qaytmasang bo'lmaydi. Akang avtohalokatda avariya bo'lib olamdan o'tib qoldi deb onam telefon qilyapti dedi. Shu gapni eshitdim, na nafas ololaman, na yuragim uradi, na gapira olaman, ko'zimdan yosh oqadi. Akam nimaga kechirmadim, nimaga akam bilan yarashmadim degan xayollar boshimda aylanyapti. Mana 2 yil o'tdi oradan. Akam kontaktimda akam deb saqlanib qilgan nomer bor, nomeri o'chib ketgan. O'sha nomerni o'chiraman deyman, o'chira olmayman. Shu nomerga qarasam akam bilan urushganim esimga tushib ketaveradi. Hozir oramizda akam yo'q. Men yarashmaganimga, shu akam bilan birlashmaganimga hozir juda ham afsuslanaman. Qo'l yara bo'lsa, bint bog'lasa tuzalar ekan.